Assalomu alaykum akalar. Ko'rishingiz mumkin. Olib qolgan Lacetti mashinamizni shumizolyatsiya ish jarayonlari xudo xolisi tugab qoldi. Ko'rishingiz mumkin. Qolida birinchi, ikkinchi sloylar hammasini urganmiz. Bu yoqda ham orqalaridan ko'ryapsizlar, birinchi, ikkinchi sloylar hammasi urilgan. Torpedka qismlarining ichlari gruplarigacha qilingan ichlari ko'ryapsizlar, mana ichida. Obshivka qismini, eshik qismlarini ham mana birinchi va ikkinchi sloylar urilgan. Tegida ko'rayotgan bo'lsanglar, mana ikkinchi sloy turibdi. Birinchi, ikkinchisi. Xudo xolisi inshaalloh mashinamiz tayyor bo'lib qoldi. Patologlarni ko'ryapsizlar, polni yopilgan hammasi. Orqa polkalarigacha, kolosli arkalar hammasi qilingan. Mashinamiz polni salon peritashga bo'tdi. Torpedka qismi. Xudo xolisi boshqacha chiqyapti. Bitta ko'rib baho berib qo'yasizlar. U qilingan saro damasi davomi. Yo'q, mana obshivka qismlari. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilasizlar akalar.